Bugun sizlar bilan Samsung va Mila'da yangisini narxlar bilan tanishib chiqamiz akalar. Bu narxlar 2025-yil 6-aprel sanasiga amal qiladi. Va narxlar xudo xolasa sizlar o'ylagandan ham yaxshiroq narxda qilib beramiz. Bundan keyin kunlarga ham o'zingizni qiziqtirgan savollar bo'lsa, bemalol kommentariyaga yozishingiz mumkin va opsiyada nomerlar qoldiramiz. Bemalol aloqa chiqib, narxlar bilan va o'zingizni qiziqtirgan savollar bilan telefon qilib bilib olishingiz mumkin. Biz hozir boshlaydigan modelimiz Samsung A56 modeli. A modellarda eng so'nggi modeli va hozirgi odamlar juda ham qiziqayotgan modeldan boshlaymiz akalar. Oq rangi, orqasi glansli, yoni keramika bo'ladi akalar va buni ikki xil rangi bor, yana qora va yashil svetlari bor. Xotiralari ikki xil, 8 ga 128 talik va 8 ga 256 xotiraga ega akalar. Kamerasi ham juda ham ajoyib chiqdi, lekin menga eng yoqqan tarafi shu bo'ldi. Juda ham ajoyib, alohida korpusga ega dona kameralar terib qo'yibdi. Juda ham ko'rganda hali ko'zni quvontiradigan darajada va ekranlari super AMOLED bo'ladi. Juda ham tiniq va juda ham yorqin ekranlarda. Ikkita sim kartali va 1 yil kafolatga ega akalar. Narxiga keladigan bo'lsak, 128 xotiraligi $365, 256 xotiraligi esa $395 sotyapmiz akalar. 6 modellarimizda 3 xil svetlari bor. Qora, oq va lavanda sveti. Lavanda sveti qanaqa desangiz, bu pushti yashil, mana o'z ekranda ham bor, pushti yashil, sariq shunaqa ranglar to'g'lanib turadigan. Endi xameleon deydimi, nima deydi, xullas shunaqa rangda mavjud akalar. Sizlar uchun bitta 36 modelimizni shunday ochib unpacking qilamiz. Shuni ochaylik. Bismillah. Bir tarafini ochamiz. Bir tarafini ochmay qo'yaveramiz. 36 modelimiz qop-qora rangi juda ham ajoyib ekan. Orqasi glansli, yoni matvi. Buni ham kamerasi alohida korpusga ega, lekin birlashtirilgan holatda. Buni ham ekrani super AMOLED bo'ladi. 2 xil xotiraga ega. 256 xotira va 128 xotira. Tezkor xotirasi esa 8 bo'ladi. Ikkita sim kartali, 1 yil kafolatlariga ega akalar. Narxiga keladigan bo'lsa, hop, 128 xotiralilarimiz akalar $315, 256 xotiralilari esa $355 sotilyapti akalar. Hozirgi kundagi narxlari. Endi Samsung A26 modelimiz. Rangi yashil rang. O'zi A56-36 modellarida yashil rang, shunaqa rang trend bo'lyapti. Ya'ni yangi chiqqan sveti. Boshqa eski modellarda oq-qora bo'lgan, mana endi shunaqa och yashil, to'q yashil ranglari trend bo'lyapti. Bu 6 ga 128 xotirali, $250, ikkita sim kartali. Batareykalari Samsunglarda hammasiniki hozir kungacha ham 5000 ampere chiqyapti akalar. Oldin 4,5 bo'lardi, endi 2-3 yildan beri 5000 talik batareykaga o'tib va zaryad juda ham mijozlar xohlagandaqa yetyapti va zaryaddan muammo bo'lmayapti Samsung modellarida. 2024-yilda bozorni boshlatgan A35 modelimizda akalar. Rang yashil, bu ham o'z vaqtida juda ham trend bo'lgan, juda ham ajoyib va ko'zga yoqadigan, hali juda ham quvnoq svetlarda. Xotirasi 8 ga 128 talik va 8 ga 256 xotiralari bo'ladi A35 modelimiz. 35imiz $265, 128 xotirali, $285, 8 ga 256 xotirali ekan. Buni ham batareykasi 5000 ampere, ikkita sim kartali, 1 yil kafolatiga ega ekanlar. Ozgina tez gapiraverayotgan bo'lsam, xafa bo'lmaysizlar. Va Samsung bozoriga yangi qo'shilgan modellardan M15 5G modeli akalar. Buni 4 ga 128 va 6 ga 128 xotiralilari bor akalar. Va eng qiziq tarafi 6000 amperli akalar. Ishoninglar, 2 kun shungacha bemalol ishlataverasizlar, maza qilib. Ayniqsa uyga olib beriladigan telefon bo'lsa, vobshe zo'r model ekan. Rangi ko'k va sariy ranglari bor. Ekranlari AMOLED ekran bo'ladi. Ko'zda ancha-munchaga yoshlantirmaydi va yosh bolalar uchun ham juda ham zo'r model. Nutqini ko'rsa ham juda ham yaxshi model.
ikkita sim kartali emakalari o'tgan holatda bo'ladi. Bemalol murojaat qilaverasiz. Ana endi A16 modellarini chiqamiz akalar. A16 modellarimiz bu ham eng xatoyi telefonlar qatoriga kiryapti. Narxiga qaraganda xarakteristikasi ishlashi juda ham zo'r. Narxini oqlaydigan smartfonlardan bo'lib kelyapti akalar. Xotirasi 6 ga 128 talik va 8 ga 256 talik va 4 ga 128 taligi bor. Eng ko'p sotilayotganlari 6 ga 128 xotirali bo'ladi va narxlari $165, 1 ga garantiyali 5000 amperli bo'ladi. Telefonimiz yon orqa korpuslari matvi, g'alofsiz ishlatsiz ham umuman ishlamaydi, bitta laminat qo'yasiz, ishlatib yuraverasiz. Ekranlari ham AMOLED ekran, juda ham katta ekran va kino boshqa narsa ko'rilganda maza qilib ko'rishingiz mumkin. Va A06 modelimiz arzonroq byudjetli telefonlar qatorida eng ko'p sotilayotgan smartfonlardan bo'lyapti. A06 modelimiz. Buni 4 ga 128 xotirali bo'ladi va shunaqa xotira standart shunaqa xotirada chiqadi. Ekrani OLED ekran bo'ladi, batareykasi 5000 amperli, ikkita sim kartali va yon korpusida atmosferkasi bo'ladi akalar. Barmoq izi. Buni orqasi shunaqa yo'l-yo'lli, glansli, ikkita kameraga ega va yonlari matvi, qo'lgan juda ham qulay. Endi A05 modelimizga kelamiz. Bu ham 2024-yilda eng byudjetli telefonlarda qatorida eng ko'p sotilgan smartfonlardan va hozir kungacha ham klientlarning xohishidan qolgani yo'q. Bu A05'imizning ikki xil rangi bor, oq va qora. Xotirasi standart 4 ga 128 xotirada chiqadi akalar. Va batareykasi 5000 amperli bo'ladi. Ikkita kameraga ega, bunda faqat barmoq izi yo'q. A06 bilan shu joyda farq qiladi. Qolgan hamma yo'g'i 100% bir xil. Ikkita sim kartali, ekranlari OLED ekran bo'ladi va ko'proq sovg'a va uy bekalari uchun va yoshi katta onaxon otaxonlar uchun A06, A05 modellarimiz juda ham zo'r variant akalar. Birinchi marta ishlatayotgan bolalar bo'ladi-ku, o'shalar uchun juda ham zo'r variant akalar. Bemalol murojaat qilishlari mumkin va yana bir aytaman, O'zbekiston bo'ylab yetkazib berishimiz mutlaqo bepul va faqat siz telefonga pul to'laysiz. Qolganini biz eplaymiz akalar. Hop, mana endi Xiaomi 14T va Xiaomi 14T Pro modellari bilan tanishishni boshlaymiz akalar. Bu ko'proq PUBG'chi akalarimiz uchun zo'r model, ayniqsa 14T Pro modeli. 14T modelimiz 12 ga 256 talik bo'ladi. Rangi qorasi, yonlari titan bo'ladi, orqasi glansli bo'ladi va ikkita sim kartali, hatto 2 yil garantiyali. Bunga nima deysizlar akalar? Ko'k rangi bo'ladi, qora rangi bo'ladi. Proda ham xuddi shunaqa ko'k va qora rangi, yoni titan bo'ladi akalar, ya'ni shilinmas korpusga ega. Batareykasi ikkonsiniki ham 5000 amper, zaryadi juda ham uzoqqa yetadi va turbo charger bo'ladi akalar, 67 volt va 33 volt. 14T Pro'miz 12 ga 256 talik blue va ko'rsa ham blue rangda ekan akalar. 12 ga 256 talik va 2 yil garantiyaga ega. PUBG akalarimiz uchun haqiqatan ham zo'r variant akalar. Chipi juda ham kuchli bo'ladi. Narxiga kelsak, bu $525 14T modelimiz, 14T Pro modelimiz 12 ga 512 xotiraligi $600, 12 ga 256 xotiraligi $20 farq qiladi, ya'ni $580 bo'ladi akalar. Endi Redmi 14 Pro. Bu Redmi pokoleniya. Bunimizda 3 xil rangi bor. Ko'k, yashil va qora ranglardan bor akalar. Xotirasi 8 ga 256 talik, ko'proq standart xotira shunaqa va buni 12 ga 256 talik ham bo'ladi. Bunimiz narxlarga keladigan bo'lsak, $270 256 xotira, $325 12 ga 256 xotiralimiz akalar. Kameralar 200 megapiksel, batareykasi 5500, bu juda ham katta yangilik akalar. Redmi'ga va Redmi mijozlar uchun ham juda ham zo'r yangilik. Ekranlari AMOLED, ekran orqa va oldi korpuslari qayrilgan H formatda akalar. Mana endi Redmi'da
Note 14 eng hadavoy modellaridan hisoblanadi. Redmi 14 modellari. Buni 3 xil xotiralari bor. 6 ga 128, 8 ga 128 va 8 ga 256 xotiraga ega akalar. Ranglari ham 3 xil. Yashil, qora va ko'k ranglari bor akalar. Ko'rsatamiz akalar sizlar uchun. Orqasi matviy, 3 ta obyektiv kameraga ega va alohida korpusning ichida. Orqa yon korpuslari matviy, ekranlari AMOLED ekran, batareykasi 5500 ampere akalar, zaryad juda ham uzoqqa yetadi va 33 voltli adapterga ega. Turbo charger juda ham tez to'ladi. Ikkita sim kartali mekalar bizda har doimgidek 100% o'tgan. Narxlari keladigan bo'lsa, 6 ga 128 talik $175, 8 ga 128 talik $185 va 8 ga 256 xotiraligimiz $195. Imeykalari o'tgan 1 yil kafolatligi. Ancha do'konlarda milaga garantiya berishmoqda, lekin bizda 1 yillik servis garantiyasi bor akalar. Bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Mana endi 13 Pro 5G modeli akalar. Buni Pro'da o'zi 5G siz Pro'da o'zi ham bo'ladi bu, lekin Pro 5G. Ko'rinishga qaraganda juda ham ajoyib va yaxshiroq, chiroyliroq. Ayniqsa bu rangi juda ham o'zgacha akalar. Ekranlar AMOLED bo'ladi akalar. Batareykalari 5000 amperlik, kameralar 200 megapiksel, 3 ta obyektivli kameraga ega. Xotira 256, operativga 8. Va narxlar keladigan bo'lsa, $270 sotiladi akalar. Yangi smartfonimiz. Xo'p, mana endi 2024-yilda bozorda banglatib olgan Note 13 modeli akalar. Haqiqatan ham bozorda juda ham zo'r banglatib oldi akalar. Buni ham 3 xil xotiraga ega. 6 ga 128 talik va 8 ga 128 talik, 8 ga 256 xotiraga ega. Narxlari buni ham o'zi chiqqan paytda $160, $170, $180 sotilgan va hozirgi kunda ham bizda faqat 256 sotilyapti va klientlar hali hamon shu modeldan so'rashayotgani uchun shu modellardan olib kelyapmiz. Bu ham anoyi telefonlardan emas. Hozirgacha so'ralyapti. Demak, narxiga stoyt, narxiga javob beradigan smartfon akalar. Bu ham $180, 8256 talik, 1 yil kafolatli. Buni 3 xil rangi bor. Yashil, ko'k va qora akalar. Buni ham bemalol murojaat qilishingiz mumkin. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berishimiz mutlaqo bepul. Mana endi joyga qo'yib o'tirmaymiz. Redmi 14C modeliga o'tib qo'yaveramiz akalar. Yengil. Bitta sakrab qo'yaveramiz. Xo'p, bu Redmi 14C modelimiz byudjetli telefonlar qatorida, ya'ni Redmi'lar ichida legendasi akalar. Ishoninglar. Buni ham 3 xil xotirasi bor. 4 ga 128 talik, 6 ga 128 talik va 8 ga 256 xotirali. Batareyka 5000 amperlik bo'ladi. Zaryad 1 kun 2 kungacha indamasdan yetib bera oladi akalar. Ishoninglar, gapimga 100% javob. 3 xil rangga ega, yo'q, 4 xil rangga ega. Qora, yashil, ko'k va purpur, ya'ni iPhone 14 Pro trend bo'lgan rangidan ham bor akalar. Hozir undan tugab qoldi. Chunki u kamyob svetlardan ancha joyda bo'lmaydi. Lekin siz akasiz, siz uchun biz topib beramiz akalar. Uy bekalari uchun, telefondoshlar, birinchi marta ishlatayotgan onaxon otaxonlar uchun yana bir bor aytaman, eng zo'r variantlardan. Sizlar qanaqa telefon olib beraylik deb o'ylayotgan bo'lsangiz, mana shu modelni olib berishingiz mumkin. Narxlari 4 ga 128 talik $115, 6 ga 128 talik $125, 8 ga 256 talik $135 sotiladi akalar. Yangi 1 yil kafolatlari bor. Pechatlarigacha bor akalar. Imeykalari 100% bizda har doimgi o'tgan. Imeykadan bizda do'konda hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Imeykada xotirjam bo'laverasiz. Hozirgi kunda avjiga chiqyapti imeykalar akalar. Kameralari ham 50 megapiksel bo'ladi. Rasmga olish, video olishlari ham juda ham zo'r. Misol, videolar to'rt sotish uchun boshlanadi. Qanaqadir bizneslar bo'lsa ham, bizneslariga ham juda ham yaxshi smartfon. Pulga arziydigan, xijolat qilib qo'ymaydigan akalar. Bemalol opsiyada nomerlar qoldiramiz. Boshqa savollaringiz bo'lsa, qanaqadir smartfon xarakteristikasi yoki qanaqa telefonga qiziqayotgan bo'lsangiz, bemalol narxi va o'zi bilan tanishishingiz mumkin. Bemalol telefon qilaverasizlar.
shunaqa xotirjam holatda bo'lsa olamiz. Agar ololmay qolsangiz so'kib qo'ymaysizlar, albatta qaytarishga harakat qilamiz. Va yana 2024-yilga qaytamiz. 13C modelimiz. Bu ham bozorda bang'illatib yuborgan smartfonlar qatorida akalar. Buni o'rniga endi 14C chiqyapti. Hozirda 14C bozorida bang'illatyapti akalar. Lekin legenda baribir legenda. Hozirgi kungacha mijozlarimiz so'rab berishyapti va qiziqadigan smartfonlardan. Buni hozirgi kunda 8256 faqat sotiladi. Bundan qolgan xotiraliklari uncha ko'pchilik mijozlardan so'ramaydi. Narxi $130. Buni ikki xil rangi bor. Ko'k, yashil va qora rangi ham mavjud akalar. Bu ham ikkita sim kartali. Bizda har doimgidek 100% 1 yillik yangi telefonlarga garantiya beramiz akalar va hammasi imitatsiyasi tayyor o'tgan bo'ladi. Unga ham 1 yil garantiya beramiz. O'zbekiston bo'ylab yetkazib berishimiz mutlaqo bepul akalar. Sizlar telefon zakaz qilasizlar, telefon boradi, telefon tekshirasizlar, yoqsa qoldi, yoqmasa qaytarib jo'natib yuborasizlar. Bunisidan umuman muammo yo'q. Narxlar xudo xolasa atrofga qaraganda juda ham arzon narxlarda qilib beramiz va 100% garantiya. Olsangiz, birovlar garantiyali joydan oling. Narxi ozgina atrofdan qimmat bo'lsa ham. Ishonchli kafolat, hamyonbop narx. Smart Tuz akalar. Yana sizlarga aloqaga chiqamiz. G'idish